Bugun 2026-yil 30-iyun bo'lsa, ro'porosa bir 6 kun bo'ldi. O'tgan hafta 25-iyun kuni Namanganda o'sha Namanganlik Taqib Uz degan kanalni bolalari Alisher degan bolaga telefon qilishdi. Telefonni oldi, salom qilgandan keyin biz jurnalistmiz, Taqib Uz kanalining jurnalistlarimiz Kosonsoy hokimiyatiga kela olasizmi dedi. Nima ishi bilan dedi? Shu yer masalasida deydi. Endi o'tda o'sha yer masalasi bor edi. Bu bola o'sha yer masalasida sudlashib yurdi. Keyin bu bilan tortishyapti, o'sha sudlashyaptilar tomonidan u Taqib Uz kanaldagi bolalar keldi. Taqib Uz kanalining bolalari chaqirdi Alisher. Bordi, nimaga dedi? Intervyuga dedi. Endi biz o'sha ko'chadan nari bordik. O'sha ko'chada ular keldi, biz borgandan telefon qildi. Hozir 10 minutda boramiz deyishdi, kelishdi, gaplashdi, kameralarga olishdi. Pashti bir yarim soat, kami yarim soat u bola nima bo'lgan, kim uyquda turgan, hammasini gapirib berdi. Undan keyin o'sha Kosonsoy hokimiyatiga kirdi u. Uni yonida men ham turdim. O'sha qo'yishgan videolarda turibman men ham. Keyin Alisher bilan tortishayotgan odamlar ham keldi. U yerda ancha gap so'z bo'ldi. Ular gapirdi, Alisher gapirdi. Endi mana bugunga kelib video chiqdi. Kecha yo avval kuni ham o'sha bir parcha chiqdi. Bugun bir 16 minutmi ishlashdi videoni. Men ko'rdim. Men aytmoqchi bo'lgan narsa o'sha videoda ulardan oldin, o'sha kelishdan oldin Effect Uz degan kanalda qizlar keldi. Kelib o'sha ichkari kirib gaplashgan. Men unda u yerda yo'q edim. Endi ko'rdim o'sha kelganda Kosonsoy hokimiyatiga kirib ketuvdilar. Keyin o'sha Effect Uz'ni bu Taqib Uz'dagi bola tanqid qildi. Bir tomonlama ishlashibdi u qizlar. Jurnalist degani hamma narsani teng bo'lish kerak deb endi ozgina tanqid qildi. Men endi shu Taqib Uz'dagi o'sha bolaga aytmoqchimanki, sizlar ham to'g'ri bir tomonlama video qilib qo'yibsizlar. Masalan, Alisherni gapirgan gaplarini shuni ovozsiz qilib qo'ygansizlar, ozgina chiqaribsizlar. Ovozi yo'q. Ichkarida kim qurishga o'sha buzilgan binolarni qurishga ruxsat bergan odam kim dedingni, u aytdi kimligini. Ular aytyapti o'sha kadastr bir bolalik chizig'ini sud tomonidan bekor qilinganini aytdi. Faqat sizlar ham o'sha bir tomon o'sha sizlarga endi baribir bekorga xizmat qilmaysizlar, o'shalar pul bergan. Sizlar ham to'g'ri o'sha tomonda turib video qilib qo'ya qo'yibsizlar. Hech qanaqa u yerda xolislik ham yo'q. O'zing aytdingni, biz xolismiz, ikkinchi tomonni ham o'rganamiz dedingni. Bor narsani gapirdi. O'sha sizlar agar dokumentlarni ko'tarib kel deganingizda, dokumentlarni ko'tarib kel deganingizda, u ham ko'tarib kelardi. Xullas kalom, video chiqarishga to'g'risi gap ozgina ekib qo'yibsizlar. Xafa bo'lsani ham, bo'lmasani ham bizga farqi yo'q. Endi videoyini chiqqandan keyin Alisher sizlarga telefon qildi. Nimaga bir tomonlama qo'ydingni? Meni gaplarim qani dedi. Siz bizga ijtimoiy taqdim qila olmading deb aytdingni. U sizlarga aytdi, elektron orqali nima qilib beraman dedi. Keyin sizlar o'zi 29-kuni sud bo'ladi. O'sha sudda qatnashamiz, qolganda gaplashamiz dedingni, to'g'rimi? Videoni bunaqa ras chiqararqasizlar. Nimaga telefon qilmadingni? Biz video chiqarmoqchimiz. Qayni qog'ozlaringni, o'sha hujjatlaringni ko'rsat deyishingni kerakmidi? Indamasdan bir tomonlama chiqarib qo'yib xolis bo'lish kerak deb. Bir tomonlama qaradim. Xullas sizlar ham bir tomonlama chiqarib qo'ygansizlar, xolos. Hech qanaqa bu yerda xolislik ham qilmagansizlar. Hech qanaqa ikki tomonlama video qilmagansizlar. Bunaqa agar sizlar biz agar masalan men shunaqa video chiqarishingni men bilganimda, men o'sha yerda o'zim telefonda olib chiqarib qo'yardim birimni o'sha gaplarni. Men endi bloger emasman. Sizlarga o'xshab apparatim yo'q. O'sha yerda apparatingni kamerani batareyasi tugab qoldi, telefonda oldinglar. Mana o'sha telefonda olib chiqarib qo'yardim. Raz ikki tomonlama deb chaqirdinglarmi? Alisher gapini qo'yinglar. Kim ruxsat bergan, nechinchi yil qurilgan? Necha yildan bos tortishib kelyapkan? O'shani ham qo'yish kerakdi. Sizlar ham o'zingizdan xolislik qilib, o'sha kuni xolis bo'lish kerak. Ikki tomonlama ishlar deb chaqirdim dedinglar. To'g'rimi? Raz o'shani deb chaqirgandan keyin Alisher ham 100% buni 100% bo'lmasa ham asosiy gaplarni qo'yib qo'yinglar. Boshqatdan chiqarib qo'yinglar. Odamlar ko'rsin. Hozir masalan sizlar chiqargan videoni ko'rgan odam
Faqat o'sha bir tomonlama tushunadi. Hech qachon ikki tomonlama tushunmaydi. Men o'sha yerda misol uchun Alisherlar yutsa ham, o'sha sizlar yo'lni olyapgan odam yutsa ham, menga foyda ziyoni yo'q. Men o'sha yerda o'sha joyda bo'lganim uchun, o'sha joyda video olyapgan joyinida, o'sha joyda gaplashib, nima gaplar bo'lganini eshitganim uchun, ko'rganim uchun, bugun ko'rdim chiqqan videoni. O'shaning uchun gapiryapman xolos. Xolis bo'lish kerak. Nima kerak bor? Bir tomonlama video chiqarib qo'yib, boshqa kanalda tanqid qilding Effectuzmi? Effectuz degan kanalda. Xullas kalom, kim pul bersa, o'sha tomonga o'qib ketmaslik kerak demoqchiman xolos.